Kim bildi Xudoyim bo'lsa Uyg'urlarning ichidanmi birinchi Uyg'ur prime minister chiqdi deb keyingi avlodlarning ichidan chiqib qolsin degan bayziya. Shunaqa bo'lib qolsa. Antashab Uyg'urlarniki namoyishga keladi. Uyghur Muslims launch 2-week long. 2 haftalik uzun piyada yürüyüş. Ama şunun içindeki nimelerini anlaylı. Taleplerini degandek. Launched against China's massive human rights abuses of Uyghur Muslims by the East Turkestan Association of Canada. The walking protest Freedom March initiated from Toronto to Ottawa on 4th of July 2021, Independence Day of the United States. Organizers say the aim of this walking protest is to raise awareness about the ongoing Uyghur genocide happening in East Turkestan. For this Freedom March, I want to ask Canadian government, I want to ask for demand. The first one is that Canadian Parliament already recognized that Uyghur genocide. So I'm here to ask Canadian government officially recognize the Uyghur genocide. And then the second one is to take action for Uyghurs. And the third point is boycott Beijing 2022 Beijing Olympics. The fourth, that support all around the world the Uyghur refugees bring to Canada. The protesters were carrying banners saying "Freedom for East Turkestan" and "China stop the Uyghur genocide." The East Turkestan Association of Canada is a grassroots organization operating in major Kanada Toronto şəhərindəki Uyğurlarınki namoyiş ekan. 2 haftalik piyada yürüyüş qilishni, shuna boshqa cho'ng xabar kanallariga chiqarib tarqatib, inqilay tutib, piyada yurmak, odatda kunda men jiq bo'lsin bir 10 kilometr minib qo'ydim degan taqdirda putlar degan og'rib ketadigan bo'lsa, Kanada bilan Ottavaniki orlig'i 4-500 kilometr. 4-500 kilometr kuniga Allah kuch quvvat bersin hammalarga, kimlar qatnashdi piyoda maqdag'iga. Qani Uyg'urcha ziyorat qilib bo'lsa, men bir aloqalashib boqaman keyingi programmalarimda. Bugun 2-chi kunim bularniki piyoda menayotgani. Allah kuch quvvat bersin. Shuna qilib bugungi naq maydon programmam shunchalik. Namoyishlar to'g'riliq so'zildim. Kanadadagi bo'layotgan namoyishlar, Kanadadagi Uyg'urlarniki bayqi ko'rdinglar. 2 haftalik piyada namoyish yürüyüşü Toronto şəhəridən Ottawa şəhəriga 4-500 kilometr piyada yo'l yürüyüş. O anlasam yana bir qatim Allah kuch quvvat bersin. O yerdagi talablarini birdan aytdi. O'shanda Kanada Uyg'urlarning ustidan elib kelayotgan bu ishlarni genocide deb atadi. Hamda shunaqa bir take action, bir harakat qo'llanishi kerak. Hamda boshqa davlatlardagi Uyg'urlarni Kanadaga yerlashtirish degan bir talabim shu talablarning ichida bor ekan. Shunga Allah razı olsun, kuch quvvat bersin.